Liverpool'e. Hey yo, hammaga bo'ldi. Bugun bizlar qaysi gol urishni o'rganamiz. Va bu golni video davomida ko'rasizlar. Va ketdi. Birinchi o'rinda bu yangi akkaunt bo'lgani uchun Ravani Y o'ynaymiz yo HTO tekrarlaymiz. Bu olmas bo'lyapti. Olib olgan. Tushunarli. Futbolni boshlaymiz. Hozir ko'rib borasizlar. Qaysi gol urishni o'rgataman. Bu yerni o'tkazib qo'yishingiz ham mumkin. Bo'lmasam ketdi. Mana ozgina internet muammosi bo'lyapti. Qani bo'lmasam ketdi. Yaxshi akkaunt ekan. Meniki bu chayqa qolishmaydi, lekin normal akkaunt. O'zi men akkaunt emas, ukamning akkaunti. Ukamning akkauntidan YouTube faoliyatimni olib boraman. Shuning uchun ko'rib tomosha qilib boramiz. Biz menga ketdik. Hammasi video davomida bilib olasizlar degan umiddaman do'stlar. Xo'sh, menda Zico tushirganman. Zico bor. Zico. Normal akkaunt demasa ham bo'ladi. Ketdi. Masalan, menda skill mouse qilni. Bo'lmasa ko'tara oladigan o'yinchilaring bo'lsa, mana bu tarafda tursa, o'yinchilarni ko'tara oladi. Ko'tara oladigan o'yinchilaringizni birinchi o'rinda kelasiz, 16 yaqinroqqa kelib ko'tara olib va qaychi ko'rib o'tganimizda qaychi gol uramiz. Videoni oxirigacha ko'rib boring. Bosh bilan gol. Nesta, хорошо, просто. Qiyin joyi yo'q, axir bolalar. Bu FC Mobile. Qani bo'lmasam ketdi. Qaychi gol urishni boshladik. Har keyin to'pni olishimiz kerak. Jo Felixdan golgaman, fint qila oladi. Birinchi o'rinda qaychi gol urishni o'tamiz, aldiraymiz. Ana shunday. Pasga bosamiz va qaychi. Ko'tara olamiz, pasga bosamiz va qaychi. Tushungan bilsangiz kerak. Videoni shu yerda tugatib qo'yishim mumkin. Lekin men o'yinni oxirigacha o'ynayman, sizlarga sabaq berishlayman. Zico. Mana qaychi desa ham bo'ladi, Zicoda gol. Ko'rganingizdek, edit qilish ham mumkin, edit qo'yib yuborish ham mumkin. Va aytgancha, omma bo'lib passiv bosishni esdan chiqarmang. Bu bizning eng yaxshi sifatli o'yinlarni ko'rsatadi. Yana bir dona gol uramiz va videoni tugatamiz. Ukam bosib yubordi, mana gol. Va tamom, shu yerda video tugaydi.